Tak, hammaga salom bo'ldi. Bugun menga qarshi Radnoy akam shtrafni challenge o'ynaymiz. Ular professional darajada o'ynaydi. Men esa endi yoshligimdan talentim bor. Qanaqa o'ynayotganlar, lekin anchadan beri futbol o'ynamayaptilar. Talentga qarshi opit xos hal qiladi. Qaysi biri yaxshiroq, shuni ham bilib olamiz. Videoni oxirida yutqizgan odam achchiq qalampir yeydi. Bolalar, birinchi o'zim boshlab beraman. 3tadan tepishamiz, 3ta shotgacha. Birinchisi ketdi. Opa! Tak, do'stlar, birinchisi noaniq ketdi, ikkinchisi 100% gol bo'ladi hozir. Va gol. To'g'ri tushunasizlar. Kasalman. Maktabga bormasdan mazza qilib dam olib yuribman hozir. Voy tomoq. Umid qilaman hozir akam gol urolmaydi. Ishtadan 0 turadi, hammasi tepaga ketadi. Men keyingisida 100% gol uraman. Salama. Varadar, kommentda salafan deb yozinglar, iltimos, tinchligiga qarab. Ko'pda sakrab ketdi, chuqurga, shunga. Tak, bolalar, hozir ko'ramiz. Qanaqa darajada futbol o'ynayotganlar. Tak, birinchisi ketdi. Bunaqa pushkadan keyin daraxt sinib ketdi. Lekin gol bo'lmadi. Birinchisi aniq. Boy, men chichqonning gapini eshitmaylar. Bu chichorotdi prosta. Qo'rqib ketadi. To'g'rimi Asad? Akang yutadi. Qo'rqib ketasizlar, eching. Qo'rqib ketasizlar. Kommentda agar hozir o'tkazib bersa, kommentda xo'rlab tashlaydi. Tushundingmi? Men lekin 100% aytaman hammaga. Hamma xo'rlab tashlaydi. O'tkazma. To'g'ri tur, boyagidek tur, tepganda. Birinchisi aniq. Tak, ikkinchisi. Ikkinchisi ketdi va Asad sezonman chichorotdi aniq. Do'stlar, ikkita noaniq ketdi. Hozir uchinchisini ham ko'ramiz. Hozircha shot 1-0. Ketdi. Asad. Asad yana prime yoqdim deyman, lekin hozir menga ta'sir qilmaydi prime. Harf teshiladi. O'sha gap yerlatib tepaman. Teshiladi. Oma aytolmanu. Yerlatib tepaman kiradi. Buni prime menga ta'sir qilmaydi. Bu teshiladi, bu teshi bu. Kommentda xo'rlab tashinglar buni. Ikkinchisi gol demoqchi edim, chichoq. Qiyshiq ketsa sakrov. Hozircha shot 2-0. Mana uchinchisi. Pushka qara. Asad. Voy. Normalniy save qildi. Bu ham gol bo'ladi deb o'ylayman, lekin chichqonning reaksiyasi ishlab ketdi o'zidan o'zi. Tek baribir xo'rlanadi hozir. Birozdan keyin. Hozircha shot 2-0. Eslatib o'taman, yutqizgan odam achchiq qalampir yeydi, achchiq. Mazza qilib xo'rlayman. Kim yutadi? Конечно, yutqizadi. Chunki bular hozir formada emas-da, agar formada bo'lsalar yutardi. Afsuski formada emas. 1 yildan beri o'ynamayaptilar, adashmasam. Davay.
Birinchisi ketdi va u ham noaniq. Asad qayerga bormasin Asad. Ketdi, qoldi va Asad, what the shit? Shpagat ochiyordi Asad, shpagati bor ekan. Tak, bolla. Uchinchisi ketdi. Voy. Asad o'zcha prime yo'q qolgan. Lekin bilasan Asad menga ta'sir qilmaydi. Voy. Nima qaros? Voy. Xora beraman-da. Asadni qo'llaydigan payt keldi menimcha. Sezama hozir gol uradilar. Agar uramasalar men o'zim qo'llayman. Tak, bolalar birinchisi ketdi. Bu voy. Asad sal qolsa karyerasini tugatib yuborardi. To'g'rimi Asad? Ovoz yo'q. Tak, ikkinchisi ketdi. Bu voy. Asad. Nima bu sey? Chiqo. Tak, uchinchisi ketdi va noaniq. Asad shunaqa udar goldan qaytaryapti, lekin sekin gollarni qaytaryapti. Puta safada, puta safada. Aytdim-ku, kametda xo'rlab tashinglar bu bolani. Bu teshik bu. O'zini bir maqa, ana Abdujabborovdagi maqadan ham zo'r deb o'ylaydi bu chichqon, lekin g'irt teshik. Salafan deylar, kametda salafan. Ular talant nima deydi? Ustun. Sizga 3-0 yutib qo'ydim. Akamni endi qalampir yediramiz. Kichkina lekin achchiq. Davay. Men shuni tixoring biz. Bo'ldi do'stlar. Mana ol. Tak, do'stlar, rostdan aytganda qalampir achchiq juda. Bolalar, shu joyga ko'rgan bo'lsanglar, like va obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Tezroq 50 ta bo'lishimiz kerak va kommentda ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, olib boramiz. Mana 200 ming yig'ilamiz.